Obunachilarimiz bizdan so'raganda ko'pchilik akamizga telefon qilib, PZPit pnevmatikani o'sha turetskiy vazushkalarni qanaqa qilib shu premium darajadagi quvvatga yetkazsa bo'ladi, kuchaytirsa bo'ladimi degan savollar juda ham ko'p edi. Mana sizlarga o'sha bitta misol tariqasida bitta Kral Jumbo dizinini ko'rsatishim mumkin. Bunga qilingan ishlar. Bunga 635 kalibrli FX Impact M2 ning stoli qo'yilgan. Shambao Vietnamskiy reduktor qo'yilgan. Bullshitlar qo'yilgan, Discovery original optika qo'yilgan. Shu holatida 635 2 grammli o'qda 260 tezlikda o'q otadi. Havo rasodlari juda ham zo'r. Hammasiga mana shu reduktori ishlab beradi. Bu reduktorning foydasi har bitta otilayotgan o'qda, keyingi o'qlarda otilayotganda aniqlikda, masalan, havoni bir xilda o'qni oldiga yetkazib berishini men oldingi videolarimda aytib o'tganman. Bir xilda yetkazib berish hisobiga o'q tezligi bir xilda va aniqligi ham bir xilda uradi. Xuddi mana shu pnevmatikamiz, turetskiy pnevmatikamiz 60-70 metrga bitta o'q tekkan joyga ikkinchi o'q orqasidan uradi. Aniqligi juda ham zo'r. Kimga mana shu turetskiy pnevmatikalari bo'lsa, shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, shunaqa kuchli qilib chiqarmoqchi bo'lsa, shu FX-larni, kriketlarni rezultatiga erishaman desanglar, men aloqaga chiqinglar. Xuddi shunaqa xizmatlar bizda mavjud. Hammalarga rahmat, kutib olamiz.